Men hozir tomida emasman. Bu joyimizda terrasa ham qanaqa? Bu turar joy, ya'ni yashaydigan kvartirani terrasasi emas. Bu noturar joy, neжилой joy terrasasimiz. Hozir terrasasida turibman, lekin hozirgi paytda 2025-yilda asl narxlar shunaqangi sinib ketyapti, shunaqangi arzon ko'chmas mulklar chiqyapti, lekin agar pulingiz bor bo'lsa, bu yil mana shu olib qo'yadigan payt, lekin narxlarni gaplashib sindirib juda ham yaxshi zo'r variantlar chiqyapti. Hozir mana ko'rayotgan joyimiz ham shunaqa 4 qavat, liftlari ham bor, 550 kvadrat joy. Noturar joy. Shundoq arendaga berib qo'yasiz. Ozgina to'g'ri, anaqa remontlarini bitiravergan joylari bor, lekin arendaga berib qo'ysangiz bor-ku, kvadratini $10 dan bemalol bersangiz bo'ladi. Bor 550 kvadrat, 5000 dan oshiq pul keladi bor-ku. Hozir ichkari tomonlarini ham hozir ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Bu yog'imiz mana terrasa. Gap yo'q, lekin liftlarni ham qo'yib qo'yishgan mana. Bu yog'imiz 3-qavat, 3-qavatni xonalik bo'lib qo'yishibdi. Lekin klinikaga juda ham mos joy ekan bor-ku. Birinchi, ikkinchi qavatlarni shunaqa свободный qilib qo'yishgan. Bu yerda ikkita xonaga mo'ljal qilingan, bu yoq sanuzilga mo'ljal qilingan. Bu joyimizni podvali ham bor. Demak, Mirzo-Ulug'bekda joylashgan. Narxi bor-ku, narxi $8 dan aylanyapti kvadrati. Kvartira narxidan ham arzonga aylanyapti. Agar pulingiz ko'payib ketib, qattiq ishlatishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana sizga zo'r variant. Qo'shimcha ma'lumotlarni opisiya qismida yozib qoldiraman. O'zimning telefon nomerimni qoldiraman, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi.